Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 22-aprel 2025-yil. Biz hozir Termizdamiz, Otabek aka issiqxonalarida hozir ulardan ikki og'iz shu gibridimiz haqida ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Otabek aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qurmonga baraka. Charchamayapsizmi? Rahmat. Otabek aka, shu obunachilarimizga ikki og'iz shu Dantina gibridimiz haqida ma'lumot bersangiz. Shu Dantina nima navidan biz 4 yildan beri ekib kelamiz. Shu pomidorni o'zimizga qulay tarafi, yaxshi tarafi hosildorligi yaxshi. Keyin nima desam bo'lar ekan? Qachon ekilgan Otabek aka? Men o'zim savol bera qolaman sizga, o'n so'roq bo'lish uchun. Noyabr oyidan ekib kelyapmiz, noyabr oyidan. Bu yil qaysi oyda ekdingiz buni? Bu yil hisobida dekabr oyida ekildi. Pishganiga 10-15 kunlar bo'ldi. Nechta terim qildingiz? 3 terim qildik. Sizga bu navi mana shu 4 yildan beri ekib kelyapman deyapsiz. Sizga yoqqan tarafi nima buni? Yutuq tarafi? Yutuq tarafi, yoqqan tarafi hosildorligi ko'p, nima chiroyli-da, xullas. Xaridor talabiga javob beradi, to'g'rimi? Misol uchun xaridor sizga hech qachon pretenziya qilib, "Mana bunaqa ekan, bunaqa" demaganmi? Yaxshi taraflarini nima qilib, ko'p nima qiladi. Rangi ham yaxshi, hosildorligi ham. Hosildorligi zo'r deydi-da. Xaridorlar ko'pincha shu Dantina nimasini oladi. Ularga ma'qul kelgan, Ma'qul keladi. Hosildorligi ham yaxshi terasizmi? Mana 4 yildan beri ekayotgan ekansiz. Qancha nihol ekasiz mana shu maydonga? Bu issiqxonamizda 5 sotik issiqxonamiz. Shu navi shu Dantina bo'lsa, hosildorligida eng ko'p nima uzganimiz shu 400-500 kilo uzamiz. Bir uzumda. Shuncha chiqadi. Yaxshi. 3 kun 4 kun davomida uziladi. Uzilaveradi. Misol uchun tepalarigacha, misol uchun 6 ta 7 ta shoda bo'lib turganini ko'rib turibmiz. Endi kislarni gullab turganini hammasi yaxshi tugib, hammasini bemalol sotishga uspet qilasizlar, bemalol. Oxirigacha ham ketadi. Endi qarang, har bitta narsaning yaxshi va yomon tarafi bo'ladi-yu. Kamchiligi nima deb o'ylaysiz buni kamchiligi? Buni kamchiligi Dantinani sal ertaroq ekiladi, sal boshqa navlarga qaraganda sal kechroq pishadi. 10-15 kun boshqa pomidorlarga nimalarga qaraganda sal kechroq pishadi. Bitta kamchiligi shu. Bitta kamchiligi shu. Hosildorligi, mahsulot sifati, palelani baquvvatligi, ildiz sistemasi qo'ygan hamma taraflari dehqonimizning yoki xaridorlarning talabiga javob beradi. Zo'r. Rahmat ma'lumotingiz uchun. Rahmat kattaga.